Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Mening muxlislarim, sog'misizlar? Deganday. Shunday. Men yana bugun Samarqandga keldim. Ijodni she'rda boshlab qo'ydim. Hali konsertimgacha ancha bir vaqt bor. Konsertim 15-noyabr kuni kam vaqt qoldi. Bir ijod qilay dedim. Samarqandda. Samarqandlik muxlislar uchun qani ketdik. Mansab kelib yuzim burganlar, majburlikdan arang kulganlar, menga o'lim tilab yurganlar, sizga uzoq umr tilayman. O mansab kelib yuzim burganlar, majburlikdan arang kulganlar, menga o'lim tilab yurganlar, sizga uzoq umr tilayman. Ey xodimlar, ey yaronlar, yolg'onlardan charchadim man. Ey xodimlar, ey soxtalar, so'zlaridan charchadim. Ey xodimlar, ey yaronlar, yolg'onlardan charchadim man. Ey xodimlar, ey yaronlar, soxtalikdan charchadim. Yaxshi inson har joyda nohaq, yomon insoniga doim haq. Yolg'on dunyo ekan bu dunyo, hammasidan o'lim asli haq. Yaxshi inson har joyda nohaq, yomon insoniga doim haq. Yolg'on dunyo ekan bu dunyo, hammasidan o'lim asli haq. Ey xodimlar, ey yaronlar, yolg'onlardan charchadim man. Ey xodimlar, ey yaronlar, soxtalikdan charchadim. Qo'shig'imdan xafa bo'lmanglar, ba'zilarni aytib o'tdim-da. Kimga chindir, kimgadir yolg'on, men shunchaki aytdim qo'ydim-da. Axir o'zi 5 kunlik dunyo, hammasini tashlab ketamiz. Boylik mansab yig'ganing bilan, hammasini tashlab ketamiz. Ey xodimlar, ey yaronlar, yolg'onlardan charchadim man. Ey xodimlar, ey soxtalar, so'zlaridan charchadim. Ey xodimlar, ey yaronlar, yolg'onlardan charchadim man. Ey xodimlar, ey yaronlar, soxtalikdan charchadim. Hey rahmat. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Sizlar bilan konsertda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar. Konsert dasturda Xudo xolasa ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.